birinchi ho'kiz bu. Mana. Buqa. 7 kilo chiqadi bemalol. Rahmat. Birinchisi bu. Mana bugun 6-iyun. Mana bu. Leonov kanaliga. Mana Ishon bu. Ishon bu. Assalomu alaykum. Gruppadagi rebaklarga ko'rsatdim, biron nima ko'rsatasiz bugun? Yig'ishtirib bo'libsizki o'zi. Mana ketamiz уже. Normalmi? Mana bugun nima? Surpriz bor. O, Ishon buvamni qo'ysin deydi-ku. Mana Gigantik akulalar. Mana kulturiz Ishon buva. Nechtadi? Bu sonni ham sanab bo'lmaydi bular. Noqasiga o'ynaydi. Yetimmi? Mah. Qani, bittasini oling qani. Sal beroqqa. Qani kattasini sug'uring qani, kattasini. 10 kilo bo'ldi. Lapatgacha dastasiga o'lchang qani. Mana. Lapata. Bir lapatga ekan, bir lapatga bor yo'q, ha, Ishon bu. Mana. Ishon bu chempion, короче. Hammaga salom. Gap yo'q zakon. Zoirjon. O'rganib kanal. Barakot chamolli. Qora bo'mer. Sadotchi kattaroqmi men. O'sha kun yetib keldi. Ha? Alishanga. Nima baliq bu? Aman, bilishlaringiz uchun. Men 44 kiyaman. 6-iyun 2024. Mana. Qani o'xshab yotishdi. Birinchi amur. Yomon emas birinchisi. Ha, zakondagi. Ilgan joychalar. Tobala bor ekan. Video olibsan. Ko'taring aka. Ko'taring. Ha. Pekka bila. Pekka. O, Черный амур deydi da buni. Bo'lafa bo'lajon. Rasm tushiray. Saliqqa o'tirqa. Hozir rasm. Bizni birinchi ho'kiz bu. Mana. Buqa. 7 kilo chiqadi bemalol. Rahmat. Birinchisi bu. G'olib bu qanday? Akulajon qara qani. Chista akulada bu. Chiqilib har panedelnik bo'libdi, yomon bo'lmayapti. Akulalar bayram bo'libdi. O'shakin u panedelnikka 11 kilolik tushuvdi. Bu safarga ham 7-8 kilo bor. Xafa qilmayapti shekilli. O'shakin o'tgan joyimiz g'olib qara. Ana shu tarafli ovqat pishirdik. G'olibjon, do'stjon, tabriklaymiz. Bir, 50, 75, 1, 1.25. Mana akula. Bir o'zim hech kim yo'q. Obedga soat 12:30 bo'ldi. Огромный mana. 10 kilodan ziyod. Jonim bor degan joyda.
Tabriklaymiz, Lyosha. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqizta ekan. 9tadan 7ta katta ekan. Hammaga salom. Ho'kiz mana. Nodir shop, siqator bu. O bella o'zi. Qo'ligida. Patsak qara, eshon bu. Mananday patsak bilan chiqsangiz. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Mana bugun Ulyanov kanaldagi ov jarayonimiz tugadi. Hammaga salom, hammaga xayrli tong. Maza qildi bugun ovga. Endi natijani ko'rsataman. Natija yomon bo'lmadi menimcha. Bunday qilib 3 talik qilib ekib qo'ydi, 3 ta baliq tushgan. Oppale. Baliq katta bo'lsa kerak, sig'mayapti sodakka. Shunday baliq ushladi. Tabriklayman o'zim. Obuxon qarang, voh, bay deydigan obuxon bo'ldi lekin.